ئامېرىكا باش شىتاب باشلىقى گېنېرال مارك مىللېي ئامېرىكا ئارمىيىسى تەيۋەننى خىتاينىڭ مۇمكىنچىلىكى بولغان ھۇجۇمىدىن پۈتۈنلەي قوغدىيالايدۇ دېدى. ئامېرىكا تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە مارك مىللېي ئاسپېن بىخەتەرلىك مۇنبىرىدا قىلغان سۆزىدە خىتاي بىلەن تەيۋەن ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەت haqida to'xtalgan. Xitay Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin Xitay o'quvchilari va akademiklarning Amerikadan qayturilishiga norozilik bildirdi. Wang Yinbin avgustdan boshlab Amerikaga borgan taxminan 30 nafar Xitay o'quvchi va ziyoratchi akademiklarning Xitoyga qaytarilganligini, nurg'un kishilarning qo'pol va nohaq parokandachilikka uchraganligi va so'roq qilinganligini aytdi. Angliya hukumati Polsha, Vyetnam va Chili qatorliq oldingi qatordagi ko'mir ishlatuvchilarni o'z ichiga olgan 40 necha davlatning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti klimat yig'inida ko'mir ishlatishni to'xtatishga va'da berganligini e'lon qildi. Ammo Xitoy, Amerika, Avstraliya va Hindistonni o'z ichiga olgan dunyodagi ko'mirga tayinlagan bir qism davlatlar bu ahdnomaga qo'shilmagan. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi besh burchaklik bino tarafidan e'lon qilingan dokladda Xitoyning 2030-yilga borganda yadro o'q peshining sonini 1000 ga yetkazishni va 2027-yilga borganda barliq qo'shin kuchini yangi qurilmali to'r ostida to'plashni planlaganligi o'tirib qo'yilgan. Besh burchaklik bino majlisga sunish uchun tayyorlagan Xitoyga chetishliq harbiy va bixatarlik taraqqiyotlari nomli dokladini e'lon qildi. Dokladda mundaq deb ko'rsatildi: Xitoyning harbiy iqtidorini oshirish tirishchanligi besh burchaklik binoning 2020-yildagi mo'ljaridan eshib ketdi. Xitoy 2019-yili Wuhanda boshlangan tunji yuqumdan buyon kundalik yuqumlanuvchilar sonining yana bir qatim yuqori to'lqinga chiqqanligini e'lon qildi. Davlatlik sahiya komitetining bildirishicha, Xitoyning 19 o'lkasida oktyabrning o'ttirlaridan boshlab yangi yuqumlanuvchilar doklad qilinishga boshlagan. Çarşamba günü Sahiya Komiteti 93 yangi yuqumlanuvchining bayqalganligini doklad qildi. Bu yaqinqi 3 oydagi kundalik eng yuqori son ekan. Fan texnika olimlari oldin qatta to'nglatqich cho'nligidagi kichik bir sayyoraning yer shariga urinib o'tganligini e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, bu meteorit Antarktika atrofida yer sharidan 3000 kilometr yiroqlikdan o'tgan bo'lib, astronomiya tarixida yer shariga eng yaqin kelgan 3-osmon jismi ekan. Lekin bu meteoritni hech kim bayqamagan. Turkiyaning Ege rayonida bir mezgil turgan Amerikalik milliarder Bill Turkiyadan yer izlayotganligi va dehqonchilik maydoni qurishni planlaganligi o'tirg'a qo'yildi. New York pochta gazetining ziyoratini qabul qilgan bir arbobning aytishicha, Bill sobiq ayoli bilan boshqaradigan Bill va Melinda Gates fondi jamiyati uchun Turkiyada cho'ng va sijil dehqonchilik maydoni qurmoqchi ekan.